Qoshimizga qo'ygan o'smani yuvmasdan to'yga ketib qolganmiz. What? Menimcha har bir insonning yoshligi manikiga o'xshagan qiziq voqealar bilan to'la. Ayniqsa biz uch opa-singil bo'lganimiz uchun ayajonim hovliga hech narsa ekmasa ham albatta o'sma ekardi. O'sma nimaligini ko'pchilik qizlar bilsa kerak. Ayajonim qoshimiz qora, kiprigimiz uzun bo'lsin desanglar, albatta o'sma qo'yib yurishinglar shart deb o'rgatardi. Lekin bu narsa o'rtancha singlimga nimagadir unchalik ta'sir qilmagan. Mayli, o'zimiz mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'sha kuni qayergadir to'yga borishimiz kerak edi. Adashmasam 2-3 sinflarda o'qiyotdim. Katta ammam ham qizlari biznikiga kelishgan edi. Hammamiz birgalikda to'yga ketishimiz kerak edi. Bu paytda ayajonim ijodi kelibmi, hammamiz qoshimizga o'sma qo'yib chiqqandilar. Toshganimizdan yam-yashil qosh bilan to'yga ketib qolibmiz. Hattoki hammamiz bir qator bo'lib yam-yashil qoshimiz bilan rasmga ham tushganmiz. O'sha rasmimizni ko'rib hamma qarindoshlar bilan rosa kulishib eslaymiz. Menimcha bunaqa voqealar ham mana boshidan o'tgan. Agar siz ham bolaligingizda shunaqa qiziq voqealar bo'lgan bo'lsa, menga yozsangiz, albatta yoshligingizdagi qiziq voqealarni video qilib olib chiqaman. Bu safar shunaqa oddiy korobkadan chiroyli organizer yasadim. Qanaqa qilib yasaganimni videoda ko'rishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. Organizerimni tillaranga bo'yaganim uchun unga ortiqcha bezak kerak emas deb hisobladim. Natijasini ko'rishingiz mumkin. Menimcha chiroyli chiqdi. Oddiy narsalarni kerakli buyumlarga aylantirmoqchi bo'lsangiz, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying.